Am xumar dostlar gilziyatın qatqatның ən asan usulü gəldi. Bək asan un bilan may bo'lsam bo'ldi muvaffaq miqdorda unga mana bu aralashma abjashmayimizni qo'yib oldik. Men shu mayga o'zimning yin ko'ydagan quyruq miyini aralashtirib abjashmay yasab, mana bu yo'g'urt ketdim, ximirni. Mayni bölüp göz mölçer boyunca koyup mışqalatgacha yoğurmasak buludu. Sap suma işlesanlama buldu ha. Bundan qo'limiz bilan pomlapla ikki zo'liq qo'yilib, birini mana mushtaq o'rab saqlab tamag'izib qo'yamiz. Mana birini davomli ishlaymiz ha. Qiziq qaynoq suvni buni azazdan bölüp qo'yib mushtaq savarchanlik bilan yo'g'irgan bo'lsak, bu o'zlük bir ximirga aylanishga boshlaydi. Buni yo'g'irib tayyoq bo'lib, ana qo'shamoq o'rab qo'yib, yana birdan tindirib, yana birdan yo'g'irib, yana birdan tindirib, yana birdan chaydigan vaqtimizda mushqilsiz qolib ketdi bu normal o'zlik ximirga. Andan bu o'zlik ximirni tekshiri zo'liq olamiz. Zo'limizni ichida yaqgandan keyin apay beshil aram oldirib qo'ygan may bilan yo'g'agan ximirimizni qiymadek holatda silib, uning uchun bo'lsa buni biz mana shunday mantoga o'xshash tugib olamiz. Andan po'z bilan ichishga boshlaymiz. Ochqanda tuggan tarafimizni osti qilib xalqimiz uchun mana o'ribla o'ng tarafiga ekib olamiz. Buni yana bir yeyib etib, ichiga mush o'zimizning murabbalarimizni solamiz. Men mush uyda barni ishlatdim, bey murabbasini bo'lsa suyuqga qoldi, bo'lsa qancha quyuq murabbalarni ishlasanlar payz bo'ldi. Andan buni qatib olgandan keyin ustiga pichoq bilan mana qizini chiqarib olamiz. Undan azroq shakar chaplaymiz, tizib oldik. Oldin qizib tayyor bo'lgan duxovkamizga silib, 190 gradusda taxminan 25 minutda o'zimiz qarab turib, ko'pib, yerilib qizargan vaqtida olsak bo'ldi va qaranglar mana shunchalik payz o'xshab ketdi.